Toshkentcha ham bo'lmaydi, Toshkentcha ham bo'lmaydi. O'rtada pirvalchasiga qilamiz, xudo xolasa. Lekin shunday ham urf-odatlarimni aytib o'tmoqchiman. Xorazmda shunday urf-odat bor. O'zim kelin bo'lganimda meni ham boshimga tushgan. Ya'ni olish bor, berish yo'q. Kelish bor, qaytish yo'q. Demak, shunday ekan, kelin poshsha izingizdan chiqmasin. Bordingizmi, borgan joyingizda toshdek qotasiz. Qaytish yo'q. Nima bo'lsa ham chidaysiz, sabr qilasiz. Kelinimiz judayam sabrli. Judayam odobli. O'qimishli, 5 ta diplomi bor. Har qanaqasiga, bo'ychasiga aylanib ketib, yorvoradigan qizlarimiz. Xudo xolasa inshaalloh kelin poshamiz baxtli bo'lsin. Aytmoqchimanki, oldi berdi marosimi bo'lmaydi. Kelin poshamiz birinchi bo'lib to'yxonaga tashrif buyurgan mehmonjonlarga, kuyov tomonga, yangi qarindoshlar bilan tanishamiz va shu qatorda telefon ortida kuzatib turgan, ekran ortida kuzatib turgan, prямой efirlarni tinimsiz, prosmotrlarni millionga ko'tarib kuzatib turgan muxlislar uchun salom qilamiz. Demak, shunday ekan, hamma tayyor bo'lsa, Shahloxon, kelin salomni boshlaymiz. Qani ketdik. 1100 kilometr bu yoqqa endi. Xo'p bo'ladi. Qani ketdik, marhamat. Hojona bujonlarimizga, zeroki kelin poshamiz bujonlarni yoshlarga yetib yursinlar, hojilarga bordilar. Inshaalloh qo'shaloq farzandlar, solih soliha farzandlar dunyoga kelganda mana bujonlari katta qilib bersinlar deb niyat qilib, bujonlarga salom qilamiz. Yaxshi. Joy namozi qo'lida, Makka-tilla yo'lida. Joy namozi qo'lida, Makka-tilla yo'lida. Qabul aylasin bujonlar, sizga salom yo'llagan. Qabul aylasin bujonlar, sizga salom yo'llagan. Kuyov bolamizni oyijonisi, salomlar muborak bo'lsin. Opa singillarga o'xshaysiz, hech ham qaynona emas. Ona boladek bo'lib yuraylik janginam. Xudo xolasa inshaalloh kelin emas, qiz muborak bo'lsin. Qaynonamizga qarshi. Uzoqdan tashrif buyurgan xolajonlar, ammajonlarga to'ylar muborak bo'lsin. O'ng yuzida hol bor, gapsizida hol bor. O'ng yuzlarida hollari bor, gapsizida hol bor. Qabul qiling xolajonlar, sizga salom yo'llagan.
bo'ling. Bu boshlanishi Feruzaxon, xudo xolasa sizni baxtga ko'mishadi, tilla brilliantlarga ko'mishadi idishlarni ham berib qo'yamiz, komplekt bo'lib tursa, ishonchli qo'llarda turibdi. Xudo xolasa kuyov tomonga yana bir qiz muborak bo'lsa, bittaga ko'payishdinglar. Ana o'g'il tuqqaningiz uchun bonusda o'tiribsiz. Aylanib ketdik. Voy Feruzaxon bilan ona bolaga bo'y beringlar ilohim. Ana endi esa hurmatli kuyov tomondan kelgan ammajon, xolajon, yangalar, kelinlar, ovsinlar, kuyovimizning singlisi, xonadonimizni malikasi kelyaptilar. Qani ketdik. Shahlohon aylanib ketdik. Boringlarga shukr, rahmat shunchalik boqib Feruzaxonga topshirdinglar. Uni buni qo'ying. Boqqan onani qarang. Devichka. Va jini bir lops xijolat oldingizda. Bitta tuqqan onangiz bor. Onaga boy ekansiz Feruzaxon. Bitta tuqqan onangiz, bitta boqqan onangizni hamisha ko'ngillariga qarang. Asal desa asaldek, navot desa navoddek. Asal desa asaldek, navot desa navoddek. Mehmetjonning onajonisini sovg'alari bor ekan. Yo'q, ani ertaga sovg'alarni davom ettiramiz. O'zbekchasiga ham ayting, kerak bo'lsa xitoychasiga, kerak bo'lsa karishchasiga ham ayting. Yaponchasiga ham ayting. Har qanaqasiga aytaveramiz. Xo'sh, kuyov tomonda kim qolib ketdi? Albatta. Ha, kuyov qolib ketdi. Albatta, eng asosiysi endi u akamizni bizni desertga olib qo'ydik. Aylanib ketdik desertga. Xudo xolasa yoshlarimizga ko'z tegmasin. Ilohim baxtli, saodatli bo'lsin. 2 yosh, qalbi quyosh bir-biriga mos va xos. Mashalloh. Allohim yomon nazar, yomon ko'zdan asrasa. Axir bu kunlarni uzoq kutdik. Niyat qildik, orzu qildik. Alhamdulillah bu kunlarga yetib keldik. Keling, kuyovni chaqirishdan avval bugungi oqshomimizning haqiqiy qahramoni, qizini oq yuvib oqtarab, ko'z qonichig'idek asrab, bugun yuragini bir parchasini haqiqiy oilasiga qo'sh qo'llab topshirayotgan kelin poshshamizning oyijonisi, mehrimonisiga maxsus salomlar.
Hojijonim, umringiz uzoq bo'lsin, kuyovlar muborak bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lib, nevarali ko'p bo'lganida qudingiz bilan talashib katta qiling. Salom, 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 sizni oyijonim, sizga salom, rozi bo'ling oyijonim, sizga salom. Vaziraxon opajon, keling, eng chiroyli salom, xizmatlarning eng zo'rini qilgan, to'y xabarini eshitib labba deya jonini bergan, borini bergan eng yaqin dugonalar, zamonaviy tilda aytganda blogerlar. Qolaversa ular qatorida bugun kelin poshamizni go'zallik ramzi bo'lmuş kelin liboslarini dizayneri Shahzodaxon Muhammedovaga, serqirra ijodkor jon singlimizga, opamizga qarshi siz uchun alohida jonim. Barcha dugonalari, Muqaddasxon, bu yerda Manzuraxonlar, blogerlar, opajonlar, mehribonlar, o'tinglar hammaga kelin poshamizni dugonalari uchun maxsus salom qilaman.